Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun yana bir navbatdagi obyektga kelganman. Bugun eksklyuziv video bo'ladi. Mana bu qizil rangli g'ishtlarimizni oq rastvorga tergan videosining to'liq obzorini aytaman bugun. Xo'p, g'ishtlar haqida, ustalarimiz haqida, rastvor haqida hammasi to'liq ma'lumot mendan bo'ladi. Faqat bitta like bilan podpiska sizlardan jalka bo'lmasa agar like ni bosib qo'yasizlar. Xo'p, boshlaydigan bo'lsak, bugun obyektimiz Samarqandda Pastarg'om tumaniga kelganmiz. Bu obyektimizda qizil g'ishtlar terilyapti. Turkmanistonning qizil g'ishtlari. Qizil g'ishtlarning oq kladishni rastvorlarga teryapti bolalar. Bu tomonga keling. Hozir men rastvorimizni ko'rsataman. Birinchi keyin g'ishtlarimiz haqida ma'lumot beraman. Xo'p, bel kladishni rastvor Brickhouse, ya'ni o'zimizning kompaniya tomonidan ishlab chiqarayotgan bu rastvor. Men ichini ham ko'rsating, usta bu. Mana shu rastvor bo'ladi, 25 kilo bo'ladi. 25 kilolik rastvorimiz bir qopi 55 ming so'm turadi. Usta bu primerda nechta g'ishtga yetyapti bu? Bir qopimiz 60 ta g'ishtga ketayotgan ekan. Ya'ni shofi где-то 1 sm qilyaptilar usta bola. Sredni 60-65 ta g'ishtga yetadi. Ko'rib turganingizdek. Xo'p, g'ishtlarimiz haqida ma'lumot beraman. Mana bu tomonda g'ishtlarimiz turibdi. G'ishtlarimizning razmeri 6,5 ga 6,25, balandligi 6,5, qalinligi 6 sm, uzunligi 25 bo'ladi. 1 kvadratga bu g'ishtimizdan 52 dona ketadi. Hozirgi kundagi narxi 2800 so'm. O'zbekiston bo'yicha bu g'ishtlarni yetkazib beramiz. Undan tashqari sarig'i bor. Shu g'ishtimizning mana shu deraza eshiklarini o'zi atrofiga terayotgan sarig'i bor. Sarig'i razmeri ham xuddi shunaqa razmerda. Hozirgi kundagi narxi 2400 so'm. Mana ko'rib turganingizdek, bu tomonga keling, usta bu. Mana bu yerga devor eshik derazalarining oldiga kombinatsiya qilgan, ya'ni qizil bilan sariqni polni eshik derazalarining atrofiga terib chiqqan va asosiy joyiga qizildan terishgan. Bu yerni uyni egasi bitta savol bilan murojaat qilgandilar. Buni tergandan keyin bug'ilib qolmaydimi deb savol bergandilar. Ko'rib turganingizdek, bu oq rastvorga tergani uchun uyni juda ham ochyapti. Ya'ni qizil g'ishimizga oq rastvor juda ham yarashyapti. Buni qora bilan tersa ham bo'ladi, lekin qora bilan qanaqadir chomni bo'lib qoladi, bo'lib qolmaydi deganlariga biz mana shu oq rastvorni predlagat qilib, mana shu ustobomiz oq rastvorlarga teryaptilar. Endi mana bu sho'rlarga ahamiyat berasizlar. Ko'rib turganingizdek, mana shu g'ishtlarimizning ba'zi joylariga mana shu sho'rlari chiqqan. Buni sababi nimaga? Buni bitta sababi mana shu usta akalarimiz mana shu g'ishtni tergandan keyin orqasini mana bu beton bilan zalevat qilyaptilar. Keling, men ko'rsatamiz. Mana bu qora qum bilan sement aralashmasi bizlarga miti pisok olib keladi. Ko'pchilik mana shu qizil qum bo'ladi. Sementning aralashmasi mana shuni g'ishtni orqasiga zalevat qilyapti. Ya'ni g'isht mana shu rastvorni sho'rini o'ziga bitta shimib olib, o'ziga tashqariga chiqaryapti. Buni bu tomondan kelasiz. Mana bu tomonda o'sha avval terilgan joylari. Buni orqasini rastvor zalevat qilgandan keyin, sho'ri chiqqandan keyin usta akalarimiz tomonidan terib bo'lgan joylarni bir marta yuvib chiqyaptilar. Mana yuvib chiqqandan keyin ko'rishlaringiz mumkin, umuman g'ishtga biron xil pitma qolmagan. Biron xil. Agar bu qurigandan keyin, hozir nam holatiga turibdi g'ishtlar, yuvgandan keyin, qurigandan keyin g'ishtlarimiz yana to'liq o'zining nimasiga keladi. Yana rangiga qaytadi. Endi hozir mana bu tomonlarga kelamiz. Assalomu alaykum. Xo'p, ko'rib turganingizdek, mana shu ayvon qismimiz polni mana shu g'ishtlarimiz bilan terilyapti. Tepaga ham chiqib oldi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerga mana shu boya aytganimdek g'ishtning orqasi polni rastvor zalevat bo'lyapti. Buni rastvor zalevat qilmasdan tersalaringiz ham bo'ladi. Ya'ni mana shu devorlarga podvesni urasizlar. Podves urib chiqqandan keyin har 3-4 qatorga podves bilan sivyaska berib devorga ketsalaringiz agar orasidagi mana shu joy termoizolyatsiya vazifasini bajaradi. Mana shunaqa yashaydigan uylaringiz bo'lsa agar issiq sovuqni yaxshi ushlaydi termoizolyatsiya bo'lganligi sababli. O'shaning uchun iloji boricha rastvor zalevat qilmanglar. Endi uni egasi menga baquvvat bo'lsin, orqasini polni to'ldirib chiqinglar deganiga usta akalarimiz bularni polni to'ldirib chiqyaptilar. Arkaga e'tibor berasizlar. Mana shu arkani juda ham chiroyli tergan. Chiroyli qilib pastga tushirgan. Yana bitta narsa ko'rsataman. Usta bu ana boyagi anjomizni bering-da mana bu tomonni. Mana bu narsani o'zlari yasagan. Bu nima uchun desalaringiz agar ko'rib turganingizdek, mana shu g'ishtni tergandan keyin rastvor g'isht bilan bad-barobar bo'lib qoladi. Bu esa bu apparatcha esa mana shu nimani g'ishtlarni ustidagi rastvorni shilib oladi. G'ishtni mana oldinroqdan ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, rastvor где-то 0,5 santimetr ichkariga kirgan. Ya'ni ishlov bergandan keyin. Ya'ni g'isht ajralib turibdi. Rastvordan juda ham chiroyli ko'rinish beryapti.
Malatsi, mana shu narsani zo'r o'ylab topishgan. Endi Rossiyadagi buni unaqalari bor. Zamonaviy yo'lga bor, lekin bu bolalar mana shu o'zlariga udobni qilib qilgan, juda ham qishni razmeriga, mana shu rastvorni razmeriga moslashtirgan, mana shu holatda mana. Mana bunday qilib o'sha ishlov beryapti. Endi bu yer hozir qilinmagan, qani ozgina yaqlaydi qani. Xullas mana shunday qilib ishlov beryaptilar. Xo'p, mana ushlaysiz. Xo'p, azizlar, rastvorlarimiz haqida, g'ishtlarimiz haqida to'liq ma'lumotni berdim deb o'ylayman. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, обязательно kommentariyaga yozib qo'yinglar. Pastga raqamlar qo'yaman. Pastdagi raqamlarga Telegram, WhatsAppimiz bor. Uzoq safarda bo'lsangiz ham Telegram, WhatsApp orqali bog'lansangiz bo'ladi. Savollaringizni kommentariyaga qo'ysangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, bitta laykni bosib qo'yasizlar. Kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Negaki bizlar yangidan-yangi mana shu obyektlarimizni mana shu kanalimizga joylab qo'yamiz. Bizlarni yo'qotmaslik uchun обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni esa shu yil fasad qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga tashlab qo'ysangiz agar, bizga bundan tashqari g'ishtlar assortimenti juda katta. Qanaqadir g'isht tanlab, ularga yetkazib berib, ustolarni topib berishga ham yordamlashamiz. Hammalaringizga rahmat. Sog' omon bo'linglar.